Tojikistondan bir klientimiz borlar. Xudo xolisa bizga 06 nabor zakaz qilgan edilar. Mahsulotimiz xudo xolisa tayyor. Xo'p, barlarigacha obshivkalari, nakidkalari, dashi tarpiyada, bers deflektorlari bilan и plus monitori bilan, tuning qilingan monitori bilan mana ko'rinayotgan bo'lsa, просто strechini yechmaymiz. Egalariga chiroyli cho'tki, ya'ni Tojikistonga yetib borish uchun inshaalloh egalari o'zlari Rossiyadan promoy bizni O'zbekistonga, ya'ni Namangan viloyatiga kelib qo'nadilar, mahsulotlarni olib yana o'zlarining vatanlariga qaytadilar. Xo'p, monitor ramkalarigacha qo'yib tayyorlab qo'yganmiz. Monitorlar alohida turibdi. Inshaalloh monitorlari bilan hammasini yig'ib beramiz, naborlarini va yig'ib bo'lishlari bilan bizga videosini jo'natib yuboradilar. Biz sizlarga ham bir joyda ko'rsatib o'tamiz. Ya'ni hozirgi tayyor holatini, prosta nabor holatini sizlarga ko'rsatyapman. Yoyilgan holatini mana bu joyda rasmiy chiqarib qo'yaman. Keyin ular yig'ganlaridan so'ng shu videoni qo'yib qo'yaman. Mana nakidkalari, ruchka nakidkalari, tepasi kombinatsiyalangan bo'ladi. Mana obshivkasi, dashi oyoq tagidagi poliklarigacha, evakorlarigacha bir xil rangda, xudo xolisa tayyor. Akam, sizni kutyapmiz. Xudo xolisa mahsulotingiz tayyor, olib ketishingiz mumkin.